U tunda o'rmonda sayohat qilib, o'ziga o'xshagan jinniroq odamni uchratdi. Bu odam nomsiz va uning aytishiga ko'ra o'lik o'rmonga tunda yolg'iz sayohat qilishga boribdi. Dastlab dam olishga joy tayyorlab, olov yoqqanidan so'ng atrofni o'rganib, kuzatib chiqishga qaror qilibdi. Voqeani boshida o'rmon unga juda ham tinch va u yerda undan boshqa hech kim yo'qdek sezilibdi. Lekin u dam olish joyidan 10-15 daqiqa davomida uzoqlashib, fonusini o'chirib, o'rmon estetikasidan zavqlanayotganida, sokin tunni bu odamdan bir necha yuz metr uzoqlikda kelgan mana shu ovoz buzib yubordi. Oh, hi. Oh, boy. U bu ovozni eshitishi bilan tabiiyki orqaga qaytishni boshladi. Ovozga keladigan bo'lsak, u qushdan yoki qanaqadir hayvondan kelishi mumkin, lekin so'zlar xuddi odam gapirganidek aniq eshitilishi odamni juda ham qo'rqitib yuboradi. Bundan tashqari bu odam sayohati davomida shovqin qilib bemalol yurganini o'rmondagi boshqa turistlar eshitib qolib, shunchaki unga hazil qilgan bo'lishlari mumkin. Eng qizig'i, siz nima deb o'ylaysiz? Boshqa begona odamga bu bloger bilan bir vaqtda aynan o'rmonning shu burchagida paydo bo'lishi juda ham g'alati tasodif emasmi? Shunday bo'lsa-da, u yo'lda qo'yib kelgan qizil belgilari tufayli dam olish joyiga yetib keldi va o'rmondan sog'-omon chiqib, hali hanuz o'zini faoliyatini yuritib kelmoqda. Bugungi voqea sizga yoqqan bo'lsa, o'zingizni fikringizni kommentariyada yozib qoldiring va keyingi videolarda ko'rishguncha